Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana shu kanal o'yin yuklash bot, ilova bot. Unga startni bosasiz va kanallarga obuna bo'lib chiqasiz. Unda o'yinlar 3 ta o'yin, 2 kishilik o'yin deb chiqadi. Shuni bosganingizdan keyin UzAuto deb chiqadi. Uni bossangiz o'zbek o'yinlarini chiqarib beradi. U fayl ko'rinishida bo'ladi. Uni yuklab olganingizdan keyin o'rnatishni bosasiz va u yuklanadi. Uning ichida barcha o'zbek o'yinlari bor. Sizlarga o'ynashni tavsiya qilaman. Zo'r o'yin. Agar yoqqan bo'lsa, obuna, like, komment kutib qolaman. Uning yoniga screenshot chiqib tayyorlab qo'ydim. Kirib obuna bo'lib o'ynasangiz, bu eng zo'r o'yin. Men ham o'ynab ko'rdim. Barcha Malibu, Gentra, BMW hamma mashinalar bor. O'ynab chiqing va mazza qiling.